Bugun Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huquq-tarbiya profilaktikasiga qarashli voyaga yetmaganlarga ijtimoiy yordam ko'rsatish markaziga Toshkent shahar OITSga qarshi kurashish markazidan mutaxassislar tashrif buyurib, markazda saqlanayotgan voyaga yetmaganlarga OITSga qarshi OITSning yuqish yo'llari va ularni oldini olish bo'yicha profilaktik suhbat o'tkazilib, videoroliklar, bukletlar taqdim etildi. Bunday profilaktik tadbirlarni keyinchalik doimiy ravishda amalga oshirishda voyaga yetmaganlar va markaz xodimlari uchun zarur deb bilamiz. Bunday tashriflar OITS markazi xodimlari tomonidan ko'p bora tashrif buyurib, har doim bu narsa amalga oshirib kelingan. Bunday tadbirlar o'sib kelayotgan yosh avlodni kelajakda bu kasalliklarga chalinib qolishini oldini olish va kelajakda bunday kasallik yuqtirib olishlarini xavfini kamaytirish maqsadida kerak bo'ladi va bunday tadbirlarni ko'p o'tkazishni so'rab qolamiz. Tashrif buyurgan OITS markazi va xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va hamkorlikni yana kutib qolamiz.